Bugun Zelixa yenga, ya'ni meni ikkinchi o'zinim uylariga meni taklif qildilar va ajoyib qavalti bilan meni xursand qildilar. Undan keyin yuring zerikmaymiz. Sizni yangi uyimga borib maqtanib kelaman dedilar va yangi uylarni maqtab keldilar. Undan keyin o'zimizni Toshkentdagi Korsinkaga o'xshash Turkiyada Abruz bir marketlar bor. U marketga kirib uyimizga kerakli narsalarni oldik. Undan keyin uyga keldik va chikofta yedingmi dedilar. Yo'q, men chikofta yemadim dedim. Kelsanga bugun men chikofta qilib beraman dedilar. Bo'ldi dedim, men sizga yordam beraman dedim va ular ovqatni boshlayotganlarida ovqatni chiroyliligini, go'zalligini ko'rib, uni buzmaslik uchun qo'limni urmadim. Chunki u ovqat menga juda ham notanish edi. Ovqat texnikasi murakkab va lazzatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu ovqat yog'da pishirilishi mumkin yoki suvda. Qaynonam uchun suvda biroz pishirdik va o'zimiz uchun yog'da pishirib oldik. Biz kelgunimizga qadar Zelixa yenga qo'llari bilan juda ham lazzatli ovqatlar qilgan ekanlar. Mana bekor o'tirmaydi, borada birozgina yordam bergan ko'rinib salat tayyorladim. Ular dolma, fasolya, kofta va shirinlik ularni tayyorlab qo'ygan ekanlar. Kun davomida kunim qanaqa o'tib ketganini bilmayman. Zelixa yenga faqat oshxonada bo'lib biz uchun ovqatlar tayyorladilar. Va ular aytdilarki, Urfaga ko'chib kelsang, men senga hamma ovqatlarni o'rgataman dedilar. Va men ularning qo'llaridan yegan har bitta ovqatim og'zimda tamom qolgani uchun faqat ulardan o'rganishni xohlayman. Turkiyadagi chiroyli vaqtim va chiroyli suhbatlarim juda ham go'zal bo'ldi yengam bilan. Kunning eng oxirida biz erimning qo'llaridan chiroyli qahva, turk qahvasi va shirinlik yedik. Turkiyani urf-odati, madaniyati menga juda ham yoqadi va bu ovqatlarni sizlarga lazzatini tushuntirish uchun YouTubedan ko'rishinglarni va ularni uyingizda qilib ko'rishinglarni maslahat beraman.